Qarindoshlar, dedi u ko'tarangi ovozda. Lekin nima uchundir so'zining oxirini davomlashtira olmay to'xtab qoldi. Go'yo o'pkisi ta'tir o'rilib, bo'g'ziga qoplashib qolgandek eg'iziga hech qanday gap kelmadi. U birdila ovozini qo'yib etib, damdardek bo'qildab yig'lab ketdi. Buningdan el jamoatning yurak bag'ri ezildi. Ko'zlaridan yomg'irdak yoshlar to'kildi. Vujudi vatanning umidi. Qorong'u dillarning nurani mash'ali bo'lgan Abduqodir Damullaning vaqtsiz o'limiga bo'lgan cheksiz echinish tuyg'usidan silkindi. Ba'zilar o'zini yerga etib zar-zar yig'laydi. Yana ba'zilar yoqalarini chok-chok yirtib nola faryod ko'taradi. Ah, ulug' Alloh. Mushu oq ko'ngil sana sodiq bandalaringning oq zariga qandoq chidayotgansan. Jaholatga, xurofotlikqa botgan. Beshiga ajoyib qismatlar kelgan mushu xalq uchun bo'lsa-mu, marhumning jinini qo'ydirib bersak bo'lmamdi. Oradan xeyli vaqt o'tdi. Qutlug' Shavqi o'zini taslikda besib elib, ondan so'z oldi. qarindoshlar, dedi u ovozini ko'tarib. Yig'ilishayotgan jamoatmu yig'idan to'xtab so'zga quloq selishdi. bugun biz cheksiz qayg'u, hasrat nadomatlar ilkida qonliq yosh to'kib turib, vatanparvar, ma'rifatparvar, taraqqiyparvar, mutafakkur olim, faylasuf, shoir, islohotga yo'l boshlovchi ustoz sarkarda Abduqodir Damulla bin Abduvaris Qashqari bilan oxirgi qitim vidolashmoqdamiz. Alvida ustoz, alvida. Yotgan joying jannati bo'lsin, alvida. Qutlug' Shavqi bir oz to'xtab ko'z yoshlarini surtgandan keyin davom qildi. Marhum shahid Abduqodir Damulla bin Abduvaris Qashqari Otush Mashhad yesida Hijriya 1279, ya'ni milodiya 1862-yili Abduvaris ismli dehqon oilasida dunyoga kelgan. Marhumning bolalik chog'lari o'z yesida o'tgan. İbtidoiy o'qishni o'z yerida o'qib tugatgandan keyin 15 yoshida Qashqarga kelib, Shayxul Ulamo Mulla Islom Damullamda o'tira va oliy ilm tahsil qilgandan keyin Buxoroga berib, ilmiy arabiya va arab farsida oliy darajada ilm tahsil qilib, ulug' olim bo'lib yetishgan. Ondan vatanga qaytib, Qashqarda mudarrislik qilgan. Bu mezgilda marhum Damullam madrasalardagi usuliy ta'limda islohot yurgizish, xalqqa ma'rifat berishni faol tashabbus qilganlikdan ba'zan eshon va muttassib mullalarning qarshiligini qo'zg'agan. Eshon mullalar usuli jadid haram, uni o'quvchi dahri degan fitnani ko'tarib chiqib, Damullamga qarshi turgan va suiqasd qilmoqchi bo'lgan. Bundaq ahvol ostida Damullam hijrat qilib Buxoro, Toshkent tarafga ketgan. U yerdagi ulamo ashraflar, Damulla mudarrislar Abduqodir Damullamga ulamo olimlar qatoridan o'rin berib, katta izzat hurmat ko'rsatgan. Damullamning bu safari muvaffaqiyatli bo'lib, aqoidi zaruriya, ya'ni zarur aqidalar, ibodatul islomiya, ya'ni islom ibodatlari, ilmiy tajvid, ya'ni qiroat ilmi, sarf nahvi, ya'ni morfologiya, sintaksis, miftahul adab, ya'ni adabiyot oshquchi, ta'limi sabiyan, ya'ni gudaklarga ta'lim, nazoihul atfal, ya'ni yosh o'smirlarga nasihat, ilmiy hisob va mutoliya hidoyat qatorliq kitoblarni yezib, Toshkent, Qozon matbaalarida bostirib tarqatgan. Abduqodir Damullam yana talantli shoir va nazariyachi edi. Uning yozgan she'rlari fasohatda va balog'atda yuqori edi. Damullamning arab tilida yozgan Javohirul Eyqon, ya'ni yiqilliq javharlari degan mashhur she'riy asri hozir Misr Azhar Darul Fununi kutubxonasida saqlanmoqda. Damullamning bu qitimqi safarning yana bir muvaffaqiyati shuki, u bu safarda haj tavob qilishdan tashqari Toshkent, Buxoro, Qozon, Ufa, Istanbul,
Qohira qatorliq ma'rifat va madaniyatda olg'a ketgan katta shaharlarda ziyoratda bo'lgan va nurg'unlagan olim ulamolar bilan uchrashib suhbatlashgan. Madrasa o'qitishidagi usuli ta'lim islohotining unumli natijalarini, yangicha zamonaviy maktablarning rivojini ko'rib, nazar doirasini kengaytgan. Eng muhimi Buxoro, Qozon, Toshkent ulamolaridan usuli jadid vojib, uni o'qish zarur degan fatvoni ilib vataniga qaytgan. Bu yerga kelibla yana avvalgi maslikida ching turib, zo'r xizmatlarni ishladi. Qarindoshlar, o'ylab ko'raylikki, marhum Abduqodir domillam vatanparvarlik, ma'rifatparvarlik, islohotchilik bilan keng va amaliy shug'ullandi. Shariat ahkomlarini Qur'on va hadislarga muvofiq yo'lga qo'ydi. Xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. Xurofotlikdan, bid'atdan yiroq turishga da'vat qildi. Usuli ta'limda islohot ilib bordi. Yetim yesirlarni tarbiyaga ilib, ularga g'amxo'rlik ko'rsatdi. Aqidalarimizga buzg'unchilik silib, xalqni ozdiruvchi chet elliklarning missionerlik harakatlariga qarshi bahodirlarcha kurash qildi. Bu bir qator vatanparvarlik harakatlari oldi bilan muxolifchilarning, ondan qolsa chet elliklarga bog'langan yunduxur munofiqlarning qarshiligini qo'zg'adi. Ular o'zaro til biriktirdi, suiqasd uyushtirdi. Oxir ustozimiz Abduqodir domillamga ziyonkashlik qilib, uni bizdan ayirdi. Buning uchun butun xalq qon yig'ladi. Bugun, ya'ni Hijriya 1343-yili Mahi Muharramning, ya'ni milodiya 1924-yili 8-oyning 14-kuni biz ulug' ustozimizdan ayrildik. Biz hammamiz qon yig'lab, laqti zardi yutib, ustozimiz bilan vidolashmoqdamiz. Qarindoshlar, lekin ustozimiz Abduqodir domillam o'lmadi. U mangu hayot. U biz bilan mangu birga yashaydi. U boshlagan ma'rifat yo'li porloq. U mangu davomlashadi. U boshlagan yo'lda karvon to'xtamaydi. Avlodlar izbis mang'idi. Qutlug' Shavqiy cho'nqur hayajonlangan edi. Uning bu so'zlarni qilayotgan chog'dagi jasorat, g'ayratga to'lgan jo'shqinlik simosi, yuragining cho'nqur qatlamidan urg'ib chiqqan xitobi qabr beshidagi el jamoatni larziga keltirgan edi. Hamma odam bir tarafdan cho'nqur qayg'u alam yolqinida o'rtansa, yana bir tarafdan vujudi kimlargadir la'nat, kimlargadir nafrat qilichi urayotgan qilichvozlarnikidek kuch-quvvatga to'ladi. Qutlug' Shavqiy so'zini davom qildi. Qarindoshlar, bugun biz ustozimiz Abduqodir domillam bilan vidolashib ko'zlash qildik. Buningdan boshqa biz yana nimaga yig'ildik? U birdilla chiroyiga g'azab tusi elib davom qildi. Biz yana shuning uchun yig'ildikki, vatanning sodiq o'g'li, vatanparvar Abduqodir domillamga qasd qilgan, uningga tig' urgan xoinlar, munofiqlar, vijdonsizlar, imonsizlar, hasadxo'rlar, chet el muxolifatchilariga setilgan lolni ishtlar, ularning yoliqini yalab odatlangan yunduxo'rlarning ornimiz qilmasdan bizga keltirgan baloyi ofatlariga, untuluqsiz dard alamlarga savr toqat qilolmadik. Vujudimiz g'azabdan titrdi, qalbimiz ochiq alamdan tilindi. Qarindoshlar, qasd qilganni pas qilishimiz kerak. Suiqasdchilar o'z ichimizda bor. Biz bu qotillarni topmay qo'ymaymiz. Ularning xoinlik abdibashirsini oshkorlab, xalq ommasi oldida yer bilan yakson qilmoqchi to'xtab qolmaymiz. Alloh bizga madad bersin. Amin. Xotima. Qish qattiq kelsa yer yerildi. Ish dahshat bo'lsa osmon degandek, Domil Abduqodirning nohaq o'limi Qashqarni zilzilaga keltirdi. Bu haqiqatanmi dahshat ish bo'ldi. Olamni qorong'ulik bosdi. Jahonni dahshat qopladi.
Ko'zlar bog'landi, yuraklar dog'landi. Aqllar lol bo'ldi, ko'ngillarga malollik yetdi. Ah, hasrata. Ah, nadomata. Qandoq kunga qoldik biz? Ya Allah, ya Hazrat, ajoyib ish bo'ldi. Qiyomat qoyimdek kun bo'ldi. Ey suiqasdchi, aytchu, sen nemonchi pas, sen razil, sen iflos, sen maraz, nokes. Sen dahriga nishu zahar, sen xanjiri tig'ut xabar. Sen shumpalit qasdu zarar, sen qatlikor xavfu xatar. Qasding razil xunxo'rlik, topdi budil ozorliq. Qoplab jahonni zorliq, shamu sahar mungzorliq. Ko'nglim qorisi xuddi qish, g'oljirg'i bo'lding nishu chish. Qasdingda chiqdi xulluq ish, bekmu ig'ir bu qonliq ish. Kimlarni sen yig'latmading? Kimlarni zor qoqshatmading? Kimlarni vayron qilmading? Kimlarni hayron qilmading? La'nat sana juvoy nimak? El nafrati chalma kesak, qon qus, zavol top lolmisak. Eldi musibat, tarab-tarabda haza, öy-öyda qo'shoq, nafratlik sada. Abduqodir Damulloh olim edi. U ketib olam shig'ladi. U bir dengiz edi, do'lqin qo'zg'adi. Besi valg'usiz shovqin ko'tarildi. Shahar-shaharga noli piyg'on mungzor chechildi. Bunchalik bo'lib ketar deb hech kim o'ylamagan edi. Ajoyib ish bo'ldi. Jahon nima bo'lib ketdi? Qandoq kunga qoldik biz? Nima degan razillik, nima degan qabohatlik ish bu? Deb hamma odam hong-tong bo'ldi. Suiqasdchilarchu, ularmi bunchalik bo'lib ketar deb o'ylamagan edi. Qo'llisi qizib, aqlidan ozgan chog'larda ular bu ishni shundoq qilsa bo'laveradi. Quduqqa tashlangan toshdek chaplansa, besilibli qoladi deb ham o'ylashgan edi. Uydagi hisob talog'i to'g'ri kelmadi. Bu ish undoq oson besilib ketmadi. Shovqin ko'tarildi. El jamoat g'ulg'ulasi borg'ancha avij oldi. El ichida har xil fikr, chora tadbir, gumon farzlar o'ttirg'i chiqdi. O'simlik yiltizi yer qotlamidan suv manbasi izlab borgancha cho'nqurlashganga o'xshash, el jamoatmu ajoyib yo'llar bilan cho'nqurlab pokitga yaqinlashdi. Bir ixlosmand pidoi Abduqodir Damullaning uyida qiyib qolgan qonliq pichoqni bir tol xodig'i chigib ko'cha aylandi. Yorbaq darvozasi To'shik darvoza taraflarga bordi. U aylanib Qorqiy darvoza oldidagi Ketman bozoriga yetganda, u pichoqni so'qqichi usta shu yerdan tepildi. To'mirchi pichoqni qo'liga ilib to'nib chiqqandan keyin birdilla un silib bo'qildab yig'lab ketdi. Abla, astag'firullah, deb o'zini o'zi ko'chatlab ketdi. Voy isit, nimishqa to'mirchi bo'lgandiman? Nimishqa bu pichoqni so'qqandiman? Voy isit, endi qanday qilay? deb yig'i oralash qattiq qo'ydi. Xeylidan keyin u necha kun ilgari bu pichoqni Talvamat, ya'ni Talva Ahmad maziniga sotganligini eslab chiqdi. Qotil tepildi. O'g'ri qotillarning Azroili deb nom olgan Poshshab Zunun hoji bir qancha odam bilan kelib, qotil Ahmad mazinni Qo'znoq uyidan tutib qo'lga oldi. Hamroh boyning shaharda turg'isi kelmadi. Uning ko'ngli chechilgan, beshi toshda qotgan, chiroyini parishonlik qoplagan edi. Ishtonga chiqqan ko'ngilga toyin degandek, hamma ish uningga oyon edi. Qandoq qilish kerak? Yomrab ketgan o'tni qandoq o'chirish kerak? Bu masala uning beshini tugman teshidek churgiltatdi. Shunga u bu parishonlikdan qutulib, jeniga orom topmoqchi bo'lib, yezidagi bog' hovlisiga chiqib ketmoqchi bo'ldi. U otliqmoqdi. Anjon rastasi orqali Yorbaq darvozasidan chiqdi. Rasta ko'chalar, Sepil darvozasi bugun nima uchundir uni sovuqqina uzatgandek bo'ldi.
Oldidagi pahol bozorimi bugun ko'ngilsiz va cho'lchaq ko'rinadi. Yo'l bo'yi uningga nurg'un kishilar uchrashdi. Ular hurmat yuzasidan salom berishadi. Ammo bugun ularning bergan salomlari nima uchundir boyning jiniga tegadi. Ularning qarashlarimi boyga xuddi nayzi sanjilgandek azobli tuyuladi. U hozir o'zini xuddi nayzilik sipohlar tarafidan yolinib jazo maydoniga ketayotgan gunohkordek his qiladi. Qandoq qilish kerak? Ishning oqibati qandoq bo'ladi? Oxiri qayerdan chiqadi? Salpal ham ish qilib qo'ydikmi qandoq? Yo'q, bular ish bo'ldi. Heliqi talbi so'pi va'dasida chin tursizlar, hech qanday chatoq chiqmaydi. Hey, biroq uningga ishongil bo'lmaydi-da. Boyni parakanda qilayotgan, ko'nglini chechib, beshini tugman teshidek cho'rgiltayotgan vahimalik xiyollar mana shuningdan iborat edi. Yo'q, bo'la emas. Buningdanmi azoblanarlik ishlarmi bor edi. Parishonlikning eng eg'iri Abduqodir Damollaning qandoqdir shahidlik darajasiga yetgan oliyjanob mag'rur siymosi edi. Bu siymo boyning ko'z oldidan birdammo neri ketmaydi. U darg'azabga to'lgan o't ko'zlari bilan "Qaynisan, qanchalik murod maqsad topding?" degandek savol nazari bilan boyga chekchiyib qarab turadi. Bu qarash, bu savollar xuddi qora qushning changilidek boyning yuragini mujib, uningga cheksiz azob soladi. Boy bu azobdan qutulishni, birdan bo'lsa-mu orom tepishni o'ylaydi. Parvardigora, o'zing oson qil deb yolvurgandek cheksiz osmonga boqdi. Osmondan yana shu Abduqodir Damollaning g'oyat zo'r gavdasi xuddi g'azab ilohidek qahr bilan paydo bo'ldi-da, uni texmu beorom qildi. U osmondan ko'zini apqichib, meni qutuldirg'in degandek tuman daryosiga boqdi. Daryodan yanala Abduqodir Damollaning g'oyat zo'r gavdasi xuddi suv ilohidek g'azab cho'chirtib sho'ng'ib chiqdi. Uning choch soqollaridan cho'chirib turgan suv tomchilari xuddi chochma miltiqning o'qidek shiddat bilan kelib boyning bosh ko'zlariga tegdi. Endi u o'zi changilida tutib kelayotgan shaharga qaradi. Shaharmu birdilla Abduqodir Damollaning zo'r gavdasi siyoqiga kirdi-da, shovqin ko'targan son-sanoqsiz aholi uning begiz qo'lini sanjib, qotil, qotil deb to'g'layotgandek bo'ldi. Ya Allah, ya Hazrat. Nima balo bu? Qandoq bo'lib ketdi? U sarosimilik xiyollar ilkida uyiga kelib qolganligini tuymayli qoldi. Abduqodir Damollamga biri qas qipti deydi. Qandoq noahlning qilgan ishidir. Boy amdili ichkiri ho'ylig'iga kirib, oromgohi cho'ng mehmonxona eshigida kasilayotganda Qadinos xonimining jaronliq ovozi anglandi-da, bir poy kashini solgan peti qaytib turib qoldi. Agar Qadinosi yaqin turgan bo'lsa, boy uning og'ziga qattiq bir tastak urgan bo'ladi. Yelimi yaxshi, xonim jiroqda edi. Boy ko'zlaridan g'azab ushqunlarini cho'chirtib o'miyib turadi. Uning buzuq alpozidan siyivatgudek qo'rqib ketgan xonim so'zining oxirini bo'g'ziga yutib, asta o'zini apqashdi. Xonimda nima gunoh? U bo'lgan ishlardan tamoman bexabar tursa, hech qachon uydan chiqmaydigan bu Mastura cho'kan o'z murabbisini munda xulluq ishlariga qo'l solmaydi, balki to'siydi deb o'ylaydi. Esini taslikda yig'ib, yana bir poy kashini solgan boy poyandoz gilamlarni yumshoqqina dastab mehmonxonaga kirdi. U cho'nqur nafas elib, ichidagi barcha dard alamini chiqargandek bo'ldi-da, ko'rpa ustiga yukundi. Uyga Bek Hoji deb arkiltadigan kichik o'g'li kirib keldi. Boy bu o'g'liga to'limu omroq edi. Shunga uningga ham Bek ham Hoji deydigan ikki saltanatlik ismni juplab qo'ygan edi. Bu bola har qachon boyning oldiga kelsa, uning har qanday ichpushqa bo'lsa chiqib ketadi. Ochiq alamlari bo'lsa-mu tumondek to'zib ketadi. Boyning bu mijozini egilib kelgan Qadinos xonim boya o'zi qo'zg'ab qo'ygan boyning hopsi to'zib ketsin deb bolani otayin kirgizgan edi. Bola kelgan peti dadisining quchqida o'ltirdi.
U qo'lda boqqan poqlandek buduruq va o'moq edi. Boy uning beshini silab peshonasiga suydi. Attigandan yuragini cho'lg'ib olgan parishonliklarni unutish uchun bolani erkiltishga boshladi. Erkiltishga ko'nik bolamu yumron qo'llari bilan uning engak soqollarini yumshoqqina silab xushluq va oromlik baxsh etdi. Dodo, Abduqodir domullamga kim qas qipti? Dedi hoji chuchukkina tatliq so'zlab. Po'suqqada qo'yilgan bu savol boyning yuragiga xanjar bo'lib sanchildi. U bolaning og'zidan bundoq so'z chiqadiganligini o'ylab ko'rmagan ham kutmagan edi. Kichik bola degan undoq bo'lmag'ur so'zlarni qilmaydigan, dedi boy bolasini ayiblagan ohangda silkishlab. Bola ün chiqmay jim bo'lib qoldi. Oradan ancha o'tmayla bola yana so'radi. Dodo, qasda pichoq solsa odam o'lib qolamdi. Boya nima dedim? Kichik bola undoq eski gaplarni qilmaydigan dedim-ku. Odam o'zi qonchiqamdi. Qopsla bolam, onalarining yeniga chiqsla. Bolani qo'g'ilganda qilib quchqidan tushirgan boy nima uchundir o'zicha titrab ketdi. O'lmakning ustiga tapmak dedi ichida bolasidan ranjib. Bola dodasining so'zlariga parvo qilmasdan, "Men qondan qo'rqmayman, qo'y o'ldirganda qarab turaverdim, qo'rqmadim", dedi. G'o'ylaga egiz ham semiz kelgan bir odam kirib keldi. Bu kishi shahar omonligini qo'g'dug'uchi O'marbek edi. Beliga ko'k turdun belvoq bog'lab, soqol targ'iqi, sadab dastalik pichoq hamda dochan pul o'tkazadigan tasmatani esib yuradigan hayvatlik bu kishi Ahmad Mazinni so'roq qilib iqror qildirgandan keyin bu qitimqi deloning cho'ng-cho'ng kishilarga chetiladigan murakkab delo ekanligini bilib, arvohi 40 kez o'rlab, mengisidan tutun chiqib ketgandek bo'lib, o'duqqinida paloqshib boyni qo'g'lishib kelgan edi. O'g'lim, dadlari bormi? So'rdi u yangili mehmonxona uydan ho'yliga qaytib chiqqan bolani to'sib. Dodam bor. Ömer Beyning o'ng'suli qiyofatini uyda o'ltirib ko'rgan Hamroh boyning yuragi qort qilib, yerilib ketgandek bo'ldi. Ammo u o'zini tutib elishni biladi. Ömer Bey uyga kirganda u chondurmasdan qizg'in qarshi olgan bo'lib, so'zlariga tamkin o'ltirib quloq soldi. Ömer Bey ahvolni tafsiliy so'zlab, Ahmad Mazinning iqrorini bir-birlab o'ttirg'i qo'ydi. Boyning rangi o'chdi. Chiroyi somondek sarg'aydi. Qo'l barmoqlari ixtiyorsiz titraydi. Lekin u yanada chondurmaslikka tirishadi. Bir oz sukut qilib, o'zini o'ngshib olgandan keyin talvalarcha bo'sib so'z qildi. Sarang deganning gapi gap bo'lamdi ekan. Sarang degan og'ziga kelganda davirdi, dedi u Ömer Beyning so'zlarini rad qilib. U yana bir muncha chalvoq edi. Ömer Bey uning chalvoq qaydiganligini obdan tushunadi. Boyning har qanday ishni ta'tir o'rish orqali boshqa odamlarga aql ko'rsatadigan mijozni bilgan bey tinch o'ltirib uning so'ziga quloq soldi. Bir ozdan keyin iz joyiga tushgan boy bu ishni qanday tugatishning yo'liga o'tdi. Bu ish kichik ish emas, dedi u Ömer Beyning ko'ziga iltijolik bilan qarab. Ondan cho'nqur nafas elib davom qildi. Buni obdan bartaraf qilmaganda yig'ishtirib olg'ili bo'lmaydigan ig'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Heli-tili o'lgur talva og'ziga kelganni bo'g'ziga yutmay, bir muncha kishilarni tishlab totqilib tursa, keyin qandoq bo'ladi? Qani o'ylab ko'ring, meningcha sal chog'lig'ili bo'lmaydi, shundoq-ku. Ömer Bey beshni langshitqash shundoq deb so'zga quloq soladi. Boy davom qildi. Heli-mu yaxshi, u talvining og'zidan chiqqan so'zni Zunun hoji bilan ikkinglar anglabsizlar. Bu so'z uchinchi bir kishining quloqiga anglanib qolmasin. Bu o'tirimizga bir sir bo'lib qolsin. Maxfiyatdagi qat'iy saqlansin. Boy bu masalani takror ta'kidlagandan keyin lekkida o'rnidan turib, marabdagi tom ishqib tarafga mo'ngdi. U yerdagi po'lat sanduqini echib, sanashtirib yurib, qo'liga bir siqim tilla oldi. Ondan bu tarafga burilib, go'yo xunuk bir ishni qilmoqchi bo'lgandek sarg'ayib totirib, "Bu ishqa xili haraj ketadi", dedi Leviga salpal kulgi shugurtib. "Haraj ketgan yerda hajmi ketadi. Mau pulni Zunun hojim bilan ikkinglar xarajat qilg'ach, yo'chuq-puchuq yerlarni etib tursanglar, kam kuti yerlarga yana men bo'lgandan keyin obdan rozi qilman",
Ömer Beyning ko'zlari o'ynab ketdi. Tillani cho'ntakka selib qaytmoqchi bo'lganda, boy uni ho'ylig'icha uzitib chiqdi va mundaq dedi. Men degandek, mahbiyatga qat'iy saqlansin. Eliq talva o'z so'zida ching tursin. Hargiz o'lmaydi. Mana men ma'qulmi? Amsi gap shundoq bo'lsin. Boyning gaplari undaq pong-pong chiqqan bilan ko'zidan iltijoliq o'tlari cho'chirab turadi. Ömrida boshqalarga iltijo qilib ko'rmagan boyning bugungi ahvolini ko'rgan Ömerbek hayron qoldi. Bir kun ichida u ko'zlari o'ltirishib bechora qiyofatga kirib qolgan edi. So'roq ombolning oldiga tushganda Hamrohboy 2 qitimda 300 tilla xajladi. Ombolning yonchuqi tillaga to'lgandila, ondan u qattiq so'roq qilish, enchikilab tekshirish ishlarini bo'shashtirib, davoni kayniga tortdi va qotilni qamoqda tutib turish bilan kupoyilandi. Titay-shitaylarga mo loyiqida pul xajlandi. Hatto Yomul beglaridan tortib gundi poylargacha pul berildi. Xayriyat ishlariga 2 sar kumush pul tanlagan Hamrohboy mana amdi mush delo munosabati bilan 2000 tilla xajlagan edi. Bu qadar zo'r xarajat bir bexil boy uchun aytganda yuragi sug'urilib ketgandek qattiq zarba edi. Lekin bu zarba hech narsaga arzimaydi. Eng ig'iri shuki, xalqning Abduqodir Damullaga shahidlik darajasi bilan Ma'rifat yulduzi degan mangu o'chmas nomni berib, qora niyatlarga bo'lsa qotil, suiqasdchi degan sharmanda nomni berganligi edi. Suiqasdchilar sirni yoshirib, o'zlarini saqlab qolish yo'lida jinglab oltin sarf qilib, nurg'un narsalarga oltin yolatgan bo'lsa-mu, lekin xuddi suv ketib tosh qolgandek yolitilgan oltin sirlar baribir o'chib, asli mohiyat echilib, natijada Abduqodir Damulla chet el muxolifatchilarining planlashi orqasida Hamrohboy 300 sar kumush sarf qilib setib olgan Ahmad Mazinning qora qo'lida shahid bo'ldi. degan tarixiy yakun manguga qoldi. Tiriklik olamida bu Hamrohboyga nisbatan eng ig'ir, eng oliy jazo hisoblanmasmi? Avtordan oxirgi so'z. Qo'lingizdagi bu kitob marhum Abduqodir Damulla shahid bo'lib 60 necha yil o'tgan bugungi kunlardami keng jamoat ichida tildan tilga, dildan dilga ko'chish yo'li bilan ajoyib mustahkam qurilmaliq ko'ngil omborlarida puxta saqlanib kelayotgan qayg'uliq dostonlarning faqatli bir qismi. Kitobni to'liqroq va mukammalroq ishlash zarur edi. Afsuski, Abduqodir Damulla bilan zamondosh kishilar va sabdosh, maslakdosh peshqadam zotlar har xil qismat va har xil taqdirlarga duch kelib olamdan o'tgan. Keyingi yillarda Abduqodir Damullaning o'g'li Abduz Mahsum 40 necha yillik turma hayotini tugatib, u yerdan salomat chiqqan bo'lsa-mu, lekin ojizlab ketgan bu odam dadisi to'g'risida g'alla sandiqini ichish voqeasini so'zlab bergandan boshqa tafsiliy ma'lumot berolmay olamdan o'tdi. Shundoq sabablardan bu kitob nuqson va yetarsizliklardan xoli bo'lolmadi albatta. Baxtga yarasha Peqir 1933-yili otam Timur ili bilan Qashqarga borganda billa o'ynagan taqdimatliklardan Qashqarda Damulla Abduqodir nohaq kattalar degan she'r va uningga doir bir muncha tafsilotlarni anglagan. Yoshlik chog'larda anglagan she'r va tafsilotlar xuddi toshqa muhr o'ygandek esimda ching saqlanib qolgan edi. Shuningdan keyingi 50 necha yil davomida men yana har qaysi joylarda diniy zotlar, so'da sanoatchilar, hunarvan kasblar, dehqonlar og'zidan marhum Abduqodir Damulla to'g'risida orzu, armon va hasrat nadomatlarga to'lgan qayg'uliq gap so'zlarni davomli anglab turdim. Yiroq yezi sahrolardagi arabiy, Farsidan ostliq xavri bo'lgan imom xalfatlarning Abduqodir Damullaning arabiy va Farsi tillarida yozgan fasohatlik she'r, ruboiy g'azallarni yodga o'qib, Abduqodir Damulla katta olim, mutafakkur, faylasuf ham shoir edi deb ta'riflashganlarini, duoda yod etganlarini ko'p angladim. Xalq ichidagi suhbat va ta'riflarga 1940-yillardan buyon ko'ngil qo'yib, har taraflama manbalarga murojaat qilib, oxir Abduqodir Damullaning hayoti to'g'risida qisman ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bo'libmi, uning muharrirligida nashr qilingan haftalik gazet
Nasihati ommaning tunji soni. Ilmiy jurnal Sho'roda e'lon qilingan adabiy bir musohiba sarlavalik maqolasi. Shavqi Guliston musavvariga yozgan beg'ishlimisi. Ustozlardan Bahadurxon Toshkandi, ustoz Ulug'xon To'ra, ya'ni Qo'qandi, G'o'z Mufti, ya'ni Xo'jandilarga atab arab tilida yozgan marsiylari. Buxoriy, ya'ni Muhammad bin Ismoil Buxoriy qabrisini ziyorat qilganda o'qigan g'azali. İftixor haqida yozgan she'rlarini ko'rishga muyassar bo'ldim. Hosil kalom. Anglagan uchurlarim, ko'rgan bilgan ma'lumotlarim garchi daryodan tomchi bo'lsa-mu, lekin intayin hayajonlangan holda ularni o'zaro kirishtirib, kelgusi avlodlarning material sifatida foydalanishiga taqdim qilish niyatida bu qissani yozdim.
Hürmetlik radio anlıqçılar. Yazğıcı Xevir Tömürning Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romani mush yerda tugadi.